Eronning 7 million aholi istiqomat qiladigan Tehron shahrida sunniylarga nisbatan ko'r-ko'rona nafrat mavjud. U yerda nasroniylarning 12 ta, yahudiylarning 4 ta ibodatxonasi bo'lsa-da, biroq sunniylarning bironta ham masjidi yo'q. Eronning taniqli mutafakkiri va Tehron universiteti professori Sodiq Zeba bu haqida Arabiyanet nashriga shunday xabar beradi. Biz eronliklar arablarga nisbatan tarixiy mag'lubiyatimizni hali unutganimiz yo'q. Oradan 1400 yil o'tgan bo'lsa-da, Qodisiyani ham unutganimiz yo'q. Bu nafrat go'yo kul ostida cho'g' kabidir. Fursat kelishi bilan alangaga aylanishi mumkin. Yahudiylarning e'tiqodiga kelsak, ular islomga, musulmonlarga, uni ulamolariga va sahobalarga nisbatan cheksiz nafrat qilishlari hech kimga sir emas. Hozirda ham barchamiz sionistlarning Falastin xalqi ustidan olib borayotgan xunrezliklarga guvoh bo'lmoqdamiz.